Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Obod turg'iz bor? Ya aya bilda girish ushlab qoldimi? Yo'q, men kelayotganini eshitib yuragim tovonimga tushib qoldi. Men choy damlay. Nima desa aytganlik bo'lmasa nasr buziladi. Uyga ammam keldi, endi pesh ochganim seziladi. Opa, yaxshi keldingizmi? Dadangiz ammangizdan buncha qo'rqadi? Qo'rqmaydi, hurmat qiladi. Chunki dadam bunday paytda ammam ko'tarib katta qilganda, qarab tur hozir bitmaydigan ishlar hal bo'lib ketadi. Ammajonim, ammamas, sizda katinamni sukiladi. Nima gap, jiyanjonim? Buni ayam xotinimda 6 oydan beri uyga jo'natmayapti. Kelinlar 1 yilda bir uyga bor ekan-da. Ha, kelin poshsha, qaydan chiqqan zakon bu? Hop. Ketavering kelin. Jurakni endi joyiga soldim, yana tovonimga tushib qoldi. Voy, ammajonim muncha yaxshisiz, yuragimda naqshsiz. Voy. Nima meni jimpercham kiyib oldingiz, kelin? Ha, necha kun bo'ldi bu jimper sizniki bo'lib qolganiga? Meni qizlik payti kiygan jimperim-ku. Voy, men ham shuni aytayotgandim-da, kiymang. Bu opamniki-ku, oyoq kiyimlaringizni tozalab qo'ydim. Yaxshi, mantini boshlang. Ha, bo'ladi. Voy, har gapirganda qaynam tirilib kelgandek bo'lyapti-ey. Ammajonim mehribonim jaltiraydi ko'zi. Kelinlarni qaltiratadi. G'irt enasini o'zi. Kelin, hadeb ukamga sakravermang. Siz ermas, ukam sizga er bo'ladi. Voy, qaynopam telefon qilyapti. Qara 3 ga sayman, ammam yo'q qola. 1 2 3. Xo'p bo'ladi. Yo'q qoldi. Qayerga ketdilar? Nima bo'ldi? Nima bo'laydi? Ammamda ham qaynopasi ketdi. Voy baraka topsin opam. Yuragim og'riyapti deganimga turshak tashab ketibdi. Umrlari uzoq bo'lsin. Belim og'riyapti desam, dumba tashab ketibdilar. Ammajonim, ammama, mehr daryo farishtam, boshingiz bo'lsin omon. Ammani yomon deydiganlar 100% o'zi yomon.